İnnemâ ana beşerun mislukum yuhâ ileyye ennemâ ilâhukum ilâhun vâhid fastakîmû ileyhi vestagfirûhu ve veylun lil müşrikîn. Ey Muhammed aleyhissalom, ularga ayting, hech shak shubha yo'qki, men ham xuddi sizlar kabi bir odamdirman. Menga Robbingiz yolg'iz Allohning o'zi ekani vahiy qilinmoqda. Bas sizlar uning o'ziga to'g'ri toat ibodatda bo'lingiz, mustaqim bo'ling, undan mag'firat so'rang, mushriklarga esa halokat bo'lgay. Mana endi bu oyatda fastaqimu ilayhi, u uchun mustaqim bo'ling deyildi. Kishini mustaqim bo'lishligi, to'g'ri bo'lishligi Alloh uchun bo'lishligi kerak. Mustaqimsiz Alloh uchun. Odamlarning ko'ngli uchun, biror bir mukofotni qo'lga kiritish uchun, falonchilarga yoqish uchun, ularni ko'nglini ovlash uchun emas. Chunki mustaqim bo'lsangiz, bular ham bor. To'g'risiz, tarozidan urmaysiz, rost gapirasiz, mustaqimsiz. Agar shu sifat sizda bo'ladigan bo'lsa, odamlar tomonidan ham sizga foyda bo'ladi. Hurmat qiladi, ishonadi, nasiyaga beradi, ancha-muncha narsalarni nima qiladi, uslubga qilib qo'yadi bizning tilda. Endi sizni mustaqim bo'lishligingiz, istiqomangiz Alloh uchun bo'lishligi kerak, odamlar uchun emas. Fastaqimu ilayhi. U uchun mustaqim bo'linglar. Biz birodarlar qanchalar Alloh taolo uchun o'zimizni xor tutsak, Alloh taolo bizni shunchalar ko'taradi. Alloh uchun qanchalar sabr qilsak, Alloh bizni shunchalar aziz qiladi. Qanchalar Alloh taologa biz itoatda bo'lsak, Alloh taologa qanchalar bo'ysunsak, Alloh taolo boshqalarni siz bilan bizga bo'ysundirib qo'yadi. Alloh taolodan haybatlansak, bizdan ham odamlar haybatlanadigan bo'ladi. Agar qalbimizdan Allohdan bo'lgan haybat ko'tarilib ketadigan bo'lsa, odamlar ham bizdan haybatlanmay qo'yadi. Birodarlar, bu qonun. Qanchalar Allohga egilasiz, o'zingizni xor tutasiz, sabr qilasiz, haybatlanasiz Allohdan, Alloh sizni har tomondan ko'taradi. Endi buni aksi bo'lsin. Alloh bilan umuman ishingiz bo'lmasin. Xohlaganda yashang. Alloh bilan hech qanday kor ishingiz bo'lmasin. Alloh taolo sizni o'z holingizga tashab qo'yadi, xor bo'lasiz. Chunki birodarlar, azizlik istiqomada, mustaqim bo'lishlikda, azizlik Allohga xor bo'lishlikda. 4-oyat. Istiqomaning yangi ma'nosi. Va allav istaqomu ala tariqati la asqaynahum ma'an ghadaqa. Mana endi mustaqim bo'lgan bandani rizqi keng bo'lishligiga ishora. Albatta, agar ular mustaqim bo'lganlarida, to'g'ri yo'lda ustuvor turganlarida nima bor ularga? Albatta biz ularni imtihon qilish uchun mo'l yomg'ir bilan sug'organ bo'lar edik. Ya'ni rizqini keng qilib qo'ygan bo'lar edik. Kimki Parvardigorining zikridan yuz o'girsa, u zot uni qattiq azobga yo'llar. Mana mustaqim bo'lishida yana bitta foydasi, rizqingizda baraka bo'ladi. Birodarlar, rizq yozilgan. Iymon keltirganmiz. Kishi onasining qornida 4 oyga to'lgan kuni farishta kelib rizqini, ajalini, amalini, baxtli yoki baxtsiz bo'lishini yozgan. Rizq yozilgan. Siz musulmon bo'lasizmi, kofir bo'lasizmi, fosiq bo'lasizmi, taqvodor bo'lasizmi, u rizq keladi. Faqat taqvoda bo'lsangiz, mustaqim bo'lsangiz, barakotli bo'lib keladi. Fosiq, fojir bo'lsangiz, barakatsiz bo'lib keladi. Nabiy sallallohu alayhi vasallamning shu mazmunda hadislari bor. Banda dedilar Rasululloh, qilgan gunohlari sababli rizqining ba'zisidan, rizqining ayrimlaridan mahrum bo'lib qoladi. Rizqidan mahrum bo'ladi emas. Agar qilgan gunohi tufayli umuman rizqidan mahrum bo'lishi bo'lsa, kofirlar umuman ochidan o'lib ketish kerak. Fosiq, fojirlar umuman nima deydi, gaday bo'lib ketishligi kerak. Yo'q, Rasul aytibdilar, kishi qilgan gunohi tufayli rizqining ba'zisidan mahrum bo'ladi, ya'ni rizqini barakotidan. Shuning uchun 10 ta odam ishlashi shart emas bitta uyda. Osoyishta, xotirjam hayot bo'lishligi uchun. 2 ta yo bitta odam ishlasa yetadi. Faqat shu xonadon egalari mustaqim bo'lsin, Alloh taolo barakot beradi.
Dada ishga ketdi, bo'ldi. Kelinlar, qizlar, ayollar telefonga gapirishib olgan. Endi u erkak yuribdi ko'chada, shu xotinga, bola chaqamga rizq topib kelaman deb, uydagilar, ahllar mustaqim bo'lsin. O'sha maza bemaza narsa bilan ovora bo'lmasin. Namozini vaqtida o'qisin, Qur'onni tilovat qilsin, zikrda bo'lsin, uyini pokiza tutsin, Alloh uchun. Ular ham mustaqim bo'lsin Alloh uchun, eridan qo'rqqanligi uchun emas. Shunda bitta odam ishlasa yetadi, birodarlar. Ishonaveringlar, yetadi. Shuning uchun 5 kere 5 25. 100 yil burun ham shunaqa edi, 1000 yildan keyin ham shunaqa. Mana barakotli osoyishta, osuda hayot kechirishni siri mustaqim bo'laylik, tamom. Agar ular to'g'ri yo'lda ustuvor bo'lganlarida, ya'ni mustaqim bo'lganlarida nima bor edi? La asqaynahum ma'an ghadaqa. Ularni biz mo'l yomg'ir bilan rizqlantirgan bo'lar edik. Ya'ni rizqiga baraka bergan bo'lardi deydi. Istiqomaning birinchi mevasi mulkchilik, serobchilik. Bu Alloh taoloning va'dasi. Istiqomaning mevasi bu barakali yomg'ir, mo'tadil kelayotgan samo suvi. Albatta bu ilohiy marhamat. Mana Alloh taoloning Al-Musa'ir ismini o'tdik Asmaul Husno darslarida. Nabiy sallallohu alayhi vasallamning oldiga kelib, "Ya Rasululloh" deyishdi sahobalar. Narx-navolar Madinada ko'tarilib ketdi. "Sa'irlana, narxlarni cheklab belgilab bering." Rasululloh xohlamadilar narxni belgilashni dedi. "Innallohu huval musa'ir" dedilar. Narxlarni Alloh taolo belgilaydi dedi. Qanaqa qilib? Narx-navo birodarlar, dehqonchilikka bog'liq. Dehqonchilik serob bo'lsa, narx-navo arzon bo'ladi. Endi dehqonchilik nimaga bog'liq? Nimaga bog'liq? Ob-havoga bog'liq. Ob-havo kimning qo'lida? Ana, ob-havo Alloh taoloning qo'lida. Demak, mustaqim bo'lasiz. Ob-havo mo'tadil keladi. Kerak bo'lganda yomg'ir yog'adi, kerak bo'lganda ob-havo chiqadi. Dehqonchilik zo'r. Binobarin narx-navolar ham arzon bo'ladi. Albatta agar ular to'g'ri yo'lda ustuvor bo'lganlarida, biz ularni mustaqim bo'lganlarida, biz ularni imtihon qilish uchun mo'l yomg'ir bilan sug'organ bo'lar edik. Demak, insonlar mustaqim bo'lsa, ularning ustiga xayriyat yomg'iri keladi. Endi istiqomadan chiqib ketsa odamlar, mustaqimlikdan chiqib ketsa, samo suvi kamayadi. Qachon hayo suvi kamaysa, samo suvi kamayadi. Qachon ayollarning go'shtlari arzon bo'lsa, chorvalarning go'shtlari qimmatlashadi. Ayollarning jasadlariga, ayollarning badanlariga, tanasiga yetishlik oson bo'lsa, ayollarning tanalari arzon bo'lib ketsa, fahsh yoyilsa, ayollarning hayosi, iffati ko'tariladigan bo'lsa, ayollarning go'shti arzon bo'lsa, chorvalarning go'shti qimmat bo'ladi. Birodarlar, bu Alloh taoloning bu koinotga qo'yib qo'ygan sobit qonunlari. Agar odamlar uchun Allohning hukmlari qadrsiz bo'lsa, odamlar uchun Allohning hukmlari qadrsiz bo'lsa, bu odamlar ham Alloh uchun qadrsiz bo'ladi. Bu darslarimizni avvalida ikkita hadisda aytganmiz. Mana shu ikkita hadis bizning shiorimiz tazkiyotun nafs ilmida. Payg'ambarimiz aytadilar: "Man arafa nafsahu, arafa robbahu." Kim o'zini tanisa nafsini, Robbisini taniydi. Ikkinchi hadisimiz: "Man amila bima alima, awrasahu Allohu ilma ma lam ya'lam." Kim bilgan ilmiga amal qilsa, Alloh bu bandaga bilmagan narsalarning ilmini berib qo'yadi. Mana mustaqim bo'lsak, barakot kelishini bildik. Endi amal qilaylik-da. Barakot keladi. Endi bilganimizga amal qilganligimiz uchun yana bilmagan narsalarimizni ham ilmini beradi. Nima degani bu? Boshqalar eshitib tushunmagan narsani darrov tushunasiz. Boshqalar qarab ko'rmayotgan narsani darrov ko'rasiz. Bilganiga 100% amal qilgan Muhammad Mustafa sallallohu alayhi vasallam bo'ladilar. Undan keyin sahobalar bo'lishadi. Undan keyin tobiinlar bo'lishadi va hokazo. O'shuning uchun qaranglar-da, ular bilgan ilmiga amal qilishuvdi, dunyoni Alloh taolo ularning oyog'ini tagiga to'kib qo'ydi.
Ular bilgan narsasiga amal qilishuvdi. Alloh taolo ularni tuya haydab yurgan, qo'y haydab yurgan, teze hidi kelib turgan sahroya arablarni butun dunyodagi ummatlarga ustoz qilib qo'ydi. Aytdi-ku, Alloh uchun ular xor bo'ludi, nafsini xor qiludi, Alloh ularni aziz qildi. Ular Alloh uchun sabr qildi, Alloh ularni ko'tardi. Biz shuna qila olmayapmiz-da hozirgi ummat. Mana bugun eshitdik. Mustaqim bo'lsak, barakotli yomg'ir bo'lar ekan. Mustaqim bo'lsak, rizqimizda barakot bo'lar ekan. Mustaqim bo'lsak, dunyoda osuda hayot bo'lar ekan. Ko'p pul topish shart emas, birodarlar. Halol, barakali pul topish kerak. O'shuning uchun nech pul topasan, bu ishni qilsang deb so'ramanglar. Alloh yozgan pulni topib keladi. Faqat qanaqa pul topasan deb so'rashlik kerak. Qanaqa pul topasan? Barakotli pul topaylik, birodarlar. Insonlar tirikchiligi halolmi, harommi farqiga bormay qo'ysa, Allohning amriga beparvo bo'lsa, bunaqa bandalar Alloh uchun ham qadrsiz bo'ladi. So'rang o'zingizdan. Biror yangi ish boshlamoqchisiz, bir kasb yoki bir tijoratga kirishmoqchisiz, yoki bir yangi bir tovar olib kirmoqchisiz tijoratingizga. Sizni qiziqtirganmi? Shariatda nima deyilgan bu masalada? Yangi ishga kirishmoqchisiz, domlani oldiga borib so'raganmisiz? Domla, mana bu ishni qilmoqchiman, mumkinmi deb? Yo qilib bo'lib turib, yarmiga borib, problemaga kirgandan keyin yechimini so'raganmisiz? Agar bizga Allohning hukmlari qadrsiz bo'lsa, biz ham qadrsiz bo'lamiz. Astagfiru billah. Qul huval qodiru ala an yab'atha alaykum azaban min fawqikum aw min tahti arjulikum aw yalbisakum shi'an wa yudhiqu ba'dakum ba'sa ba'd. Unzur kayfa nusarrifu al-ayati la'allahum yafqahun. Ayting deyapti Alloh taolo An'om surasida. U sizlarga ustingizdan yo oyoqlaringiz ostidan azob yuborishga yoki sizlarda guruh qilib aralashtirib qo'yib, jangi jadallarda biringizga ikkinchingizning zararini tottirib qo'yishga qodir bo'lgan zot. Qarang, anglab yetarmikinlar deb oyatlarimizni qanday bayon qilyapmiz. Agar sizga Allohning hukmi qadrsiz bo'lsa, Allohning shariati bilan ishingiz bo'lmasa, Alloh qodir. Baloni ustingizdan ham tushirib qo'yadi, oyog'ingizni taydan ham chiqarib qo'yadi, oranglarga solib qo'yadi fitnani. Biringlarni go'shinglarni biringlar yeysizlar deyapti. Mana vulqonlar, chaqmoqlar, zilzilalar, uraganlar, smerchlar, tabiiy ofatlar. Birodarlar, bularning bari Allohning iqobi deyiladi. Allohning jazosi deyiladi. Endi mustaqim bo'lgan bandaga bu xavotir yo'q. Bu qo'rquv yo'q. Kelajakdan xavotir yo'q, o'tgan narsasiga pushaymoni yo'q. O'tgan darsimizda aytdik-ku, bugungi shirin kunimizni achchiq qiladigan narsa ikkita. O'tib ketgan ishlarni eslab pushaymon yeyish va kelajakda kelishi mumkin bo'lgan narsalarni o'ylab xavotir qilish. Ammo mustaqim banda o'tmishidan pushaymon ham bo'lmaydi, kelajagidan qo'rqmaydi ham, bugungi kuniga rozi bo'ladi, binobarin baxtli yashaydi. Seni birodar istiqoming, mustaqim bo'lishliging Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning istiqomasiga o'xshashligi kerak. Rasululloh Alloh uchun mustaqim bo'lganlar. Seni istiqoming Zayd uchun yoki Amr uchun bo'lish kerak emas. Istiqomaning samaralaridan Alloh taolo senga yengillikni beradi, sendan qayg'uni, g'amni, tashvishni, torlikni va siqilishlikni ketkazadi. Biz Alloh uchun mustaqim bo'lishimiz kerak ekan. To'g'ri bo'lishimiz, pariyatishni bo'lishimiz Alloh uchun bo'lishligi kerak ekan. Ikkinchisi, agar biz mustaqim bo'ladigan bo'lsak, Alloh taolo biz ustimizga mo'l ko'l, barakali yomg'ir yog'dirar ekan. Rizqimiz keng bo'lar ekan. Faqat istiqomamiz Alloh uchun bo'lishligi kerak. 3-o'qigan oyatimizda, agar bandalar Allohning hukmiga beparvo bo'lib, xohlagan ishini qilib yashaydigan bo'lsa, Alloh bunaqa bandalar ustidan ham balo yog'dira oladi, oyog'ini taydan ham balo chiqarib qo'ya oladi va bir-birlarining orasiga fitna solib, bir-birlarini ikkinchilarini zararini tottirib ham qo'yishlikka qodir bo'ladi. Demak, birodarlar, mustaqim bo'lish bu to'g'ri bo'lish degani. Uyingizda ham to'g'risiz, ko'chada ham to'g'risiz, shefta oldida turganda ham to'g'risiz, shagirtni oldida turganda ham to'g'risiz.
Mustaqim banda ustida kamera bo'lish kerak emas, shart emas. Mustaqim banda klient qarab turgan bo'lsa ham, qaramay turgan bo'lsa ham nima qiladi? To'g'ri. Baqara surasining avvalgi 5 ta oyatida mu'minlar haqida so'z ketdi. Keyingi 2 ta oyatida kofirlar haqida so'z ketdi. Undan keyingi 13 ta oyatida munofiqlar haqida so'z ketdi. Mu'minning ishi oson. U mu'min. Ichi ham, tashi ham bir. Qilayotgan amallari aniq, hayotdagi dasturi tayin. U bilan muomala qilish oson. Uni tanish ham oson. Kofir. U bilan muomala ham oson bo'ladi. Chunki u kofir. Kufrini yashirmaydi. Qilayotgan amallarini yashirmaydi. Ichidagi tashida. U bilan muomala oson. Kofirni ham tanib olishing oson. Ammo munofiq bu katta muammo. Shuning uchun 5 ta oyatda mu'minlar haqida, 2 ta oyatda kofirlar haqida, qolgan 13 ta oyatda munofiqlar haqida so'z ketdi. Chunki munofiqlarning xatari juda ham katta va ular juda ham qattiq. Munofiqlarning sifatlaridan 3-inchisi ko'r, kar va soqov. Ular haqqa qaytishmaydi. Alloh taolo aytadi, astagfirullah, summun bukmun umyun fahum la yarji'un. Ular kar, soqov, ko'rdirlar. Demak, yo'llaridan qaytmaydilar. Bunaqa munofiqlarning ko'zini Allohning oyatlari quvontirmaydi. Ularning ko'zini faqatgina dunyoni zebi ziynati quvontiradi. Yaltir-yultiri, hashami, boyligi, chiroyi. Allohning azamatiga dalolat qiladigan oyatlar uni ko'zini bir chetida bo'ladi. Mana shu ham uni munofiq ekanligiga dalil. Ular kar, ko'r, soqov. Demak, yo'llaridan qaytmaydi. Maviza eshitishni xohlamaydi. Ma'ruza eshitishni xohlamaydi. Agar dindan, hadisdan, oyatdan gapiradigan bo'lsangiz, qo'y bu gaplarni deydi. Tili, qulog'i faqatgina dunyo so'zlari bilan orom oladi. Bular ko'r, kar, soqov. Haqni tinglashga quloqi kar, haqni ko'rishga ko'zi ko'r, haqni zikr qilishlikka, Allohni zikr qilishlikka tili soqov. Tushunarlimi? Bunaqalar Allohga qaytmaydi. Bular qalbida shubha, shahvat shular bilan ovora bo'ladi. Ularning majlisida gaplar qanaqa? Falon bankka pul qo'ysangiz, mana buncha foyda bor ekan. Mana bankdan oladigan bo'lsangiz, protsenti nima ekan? Ozroq ekan. Bunga nima deysiz? Shunga o'xshagan shubhali narsalar bilan band bo'lib yuradi. Alloh taolo aytadi: "Fi qulubihim maradun fazadahumullohu marada." Ularning qalblarida maraz bor edi, kasallik bor edi. Bas Alloh ularning marazlarini, kasalliklarini yana ziyoda qildi. Ular uchun qilgan yomonliklari sababli alamli azob bordir. Ularning qalbidagi bu maraz amallariga ham ko'chgan. Bularning amallari ham maraz bo'ladi, birodarlar. Maraziga maraz ziyoda bo'ladi. Demak, 3-chi sifati munofiqlarning kar, ko'r va soqov. 4-chi sifati riyo. Munofiqlarning alomatlaridan bittasi riyo. Mana shu narsa orqali uni tanib olsa bo'ladi. Imkon boricha qilayotgan bir yaxshi ishlarini ko'z-ko'z qilishlikni, maqtanishlikni xohlaydi. Xo'ja ko'rsin, 200lamachilik, ichi boshqa bo'lishi, tashi boshqa bo'lishi. Bunaqa munofiqlar yoki shu munofiqlikning bir belgisi bor bo'lgan odamlarda oldida qiladigan ibodati bir turli bo'ladi. Yolg'iz qolgan paytda, uyda qolgan paytda qiladigan ibodati bir turli bo'ladi. Tushunarlimi? Mavqifi, pozitsiyasi riyo. Ixlos juda ham qiyin bular uchun. Alloh taolo aytadi, astagfirullah. Innal munafiqina yukhadi'unalloha va huwa khadi'uhum. Allohning roziligini istab qilinadigan ishni bir banda qilib, odamlarni muhabbatini istayotgan bo'lsa, bu odam Allohni aldamoqchi bo'layotgan bo'ladi. Masalan, namoz o'qishlikdan maqsad Allohning rizosi. Roza tutishdan maqsad Alloh taoloning roziligi. Bu amallar Alloh uchun qilinishi kerak. Ammo munofiqlar mana shu amallarni qiladi, maqsad Alloh emas. Odamlarning ko'zi, odamlarning hurmati. Demak, bu odam Allohni aldamoqchi bo'lyapti. Robbimiz nima deyapti bunaqalar haqida? Albatta munofiqlar Allohni aldamoqchi bo'ladilar. Holbuki Alloh ularni aldab qo'yuvchidir. Va idza qamu ila solati qamu kusala.
Yuraunan nas va la yadhkurunalloha illa qalila. Mana shu narsaga ko'proq to'xtaymiz endi bugun. Munofiqlarning sifatlaridan mana shu oyatda 3 tasi aytilyapti. Birinchisi, namozga yalqov. Ida qamu ila solati qamu kusala. Peshin bo'ldimi? Bomdod bo'ldimi? Bo'ladimi? O'zingizdan istang buni. Namozga yalqovlik bilan turadi. Ikkinchisi, riyo qiladi, xo'ja ko'rsinga, odamlar bilsinga qiladi. Uchinchisi, Allohni kamdan kam zikr qiladi. Zikrni ko'p qilmaydi bu odam. Chunki bu amallar unga og'ir bo'ladi. Shuning uchun aytyapmiz, birodarlar. Kim zikrni ko'p qilayotgan bo'lsa, doim tili zikrda bo'lsa, bu odam nifoqdan omonda bo'ladi. Biz mana shu 3 ta sifatni o'zimizdan qidirib ko'raylik. Qaysilarida? Birinchisi, namozga yalqonlik bilan turadi, 1. Xo'ja ko'rsinga amal qiladi, 2 va Allohni ko'p zikr qilmaydi. Birodarlar, zikrni ko'p qilayotganligimiz siz bilan bizni nifoqdan omon bo'lishimizga sabab bo'ladi. Avvalgi zikr darsimizda aytib o'tdik. Seni zikring banda. Sen Allohni zikr qilishing ikkita zikr o'rtasida turadi. Sen Allohni zikr qilding, undan avval zikr bor, undan keyin zikr bor. Bu Allohning zikri. Ya'ni avval seni Alloh zikr qilib eslasa, keyin eslay olasan Allohni. Keyin zikr qila olasan Allohni. Endi Allohni eslaganingdan keyin Alloh seni yana eslaydi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytibdilar, Robbisidan hadis qudusida, kim meni o'zini nafsida zikr qilsa, men o'zimni nafsimda zikr qilaman deyapti. Sen Allohni zikr qilishing bilan Alloh seni zikr qilishini o'rtasida bilasanmi, qanaqa katta farq bor? Kim meni dedi Alloh taolo bir majlisda zikr qilsa, men uni bularning majlisidan ulug'roq majlisda zikr qilaman deydi. Farishtalarning ichida. Birovga Alloh taolo dunyo bersa, sizda yo'q bo'lsa qarab turib ozgina alam qiladi. Insonmizda. Menga ham bersa edi. Birovga dunyo berdi, birovga mansab berdi, birovga farzand berdi. Qo'yingki, dunyo matohidan bir narsa bersa va u narsa sizda yo'q bo'lsa, alam qiladi ba'zida. Qarshi emassiz, taqdirga norozi emassiz, lekin baribir bermadi-da, menga ham deb ozgina alam qilib qoladi. Endi siz Allohni zikr qilmayotganligingiz nimani belgisi ekan? Alloh sizni eslamayotganligini belgisi ekan. Alam qilmaydimi? Biz qachon Allohni zikr qilamiz ekan? Qachon subhanalloh, qachon astag'firulloh, qachon la ilaha illalloh deymiz ekan? Alloh bizni eslagan bo'lsa. Bu oyatda munofiqlarning alomatlaridan 3 tasi aytildi. Namozga yalqov, riyo uchun ish qiladi va Allohni kamdan kam zikr qiladi. Mana endi birodarlar, Ramazon keldi. Ana shu osiy jinlar, shaytonlar zanjirband qilindi, bizni zikrdan to'sadigan. Endi zanjirband bo'lgandan keyin ham bu shaytonlar yana zikrga tilimiz ketmayotganligi nimani belgisi ekan? Birodarlar, nifoqning belgilaridan bittasi. Agar zikr bizni tilimizda doim bo'lmasa, zikrdan uzoq g'ofil bo'lsak, bizni ham qalbimizda munofiqlikdan bir shingil bor ekan. Munofiqlikning bitta alomati bor ekan bizning qalbimizda. Alam qilsin, zikr qilmayotganlar. Demak, 4-sifati munofiqlar riyo uchun amal qiladi. Riyo uchun amal qiladi. Ikkita tilamchi o'tiribdi. Motivator qilib yozib qo'yibdi surat. Ma'nosi bor surat. Hamma chop tomondagi tilamchiga pul beryapti, o'ng tomondagi tilamchiga hech kim pul bermayapti. O'tiribdi ikki odam shlyapasini qo'yib. Nimaga chop tomondagiga hamma beryapti? O'sha o'tirgan tomonga qaragan kamera bor ekan. Agar bir savobli ish qilgan bo'lsak, Allohdan boshqa hech kim bilmagan bo'lsa, shu amalingizdan umid qiling. Bitta shu amalingiz Allohning rahmatiga sazovor bo'lib qolishiga sabab bo'lishi mumkin. Umid qiling. Hech kim bilmadi. Unaqa katta ish qilib qo'ysangiz, hech kim bilmasa, alam qilayotgan bo'lsa, munofiqlikdan bir chimdim bor.
Beshinchi sifati. Sarsonlik va hayronlik. Munofiqlar o'zlarini kimlar bilan birga ekanligini aniq bilmaydi. Ular bilanmi, bular bilanmi? Yomonlar bilanmi, yaxshilar bilanmi? Ibodatdagilar bilanmi yoki kayf safodagilar bilanmi? O'zlari ham bilmaydi. Bir joyda qaror topmaydi. Bir odam borki, agar u haqiqiy mu'minlar bilan birga o'tirsa, qalbiga bularning majlisi yoqaveradi. Mu'minlarning majlisi qalbiga yoqaveradi. Endi kofirlar bilan gunoh, ma'siyat majlislarida o'tirib qolsa, bu majlis ham yoqaveradi. Mana shu munofiqlikning bitta belgisi. Fosiq, fojirlarning suhbati ham unga yoqaveradi. Bunaqa odam kim bo'ladi? Bunaqa odam munofiq bo'ladi. Chunki inson chinakamiga mu'min bo'lsa va qalbida nifoq degan sifat bo'lmasa, fisq, fujur majlislar unga yoqishi mumkin emas. Tushunarlimi? Aroq bormi, sekin turib chiqib ketadi. Erkak xotin aralashgan ma'siyat majlisimi u yerda o'tira olmaydi u. Chunki iymon u yerda o'tirishiga yo'l qo'ymaydi. Kofir fojirlarning fe'l-atvori, gap so'zlari mu'min kishiga yoqishi mumkin emas. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam bunaqa bir joyda qaror topa olmaydigan munofiqlar haqida nima deganlar? Imom Muslim sahihlarda keltirgan hadisda Abdulloh ibn Umar radhiyallohu anhu shunday deydi. Qala Rasululloh sollallohu alayhi vasallam mathalul munafiqi kamathalish shatil a'irati baynal g'anamayni. Rasululloh aytdilar, munofiqning misoli ikkita soliq qo'yni o'rtasida hayron qo'ziga o'xshaydi. Ta'iru ila hadihi marratan va ila hadihi marratan. Bir safar unisini yoniga keladi, bir safar bunisini yoniga keladi. Bir qo'zini tasavvur qiling, ikkita soliq qo'yni bittasining oldida qaror topmaydi. U yoqqa ham yuguraveradi, bu yoqqa ham yuguraveradi. Qaysinisini oldida qolishini bilmasdan sarson bo'lib ketadi. Munofiqni payg'ambarimiz mana shu qo'ziga o'xshatyaptilar. Astagfirullah. Muzabzabin bayna zalika la ilaha ulai va la ilaha ula va man yuzlilillahu falan tajida lahu sabila. Ular munofiqlar na u yoqlik va na bu yoqlik bo'lmay ikki orada sarson holda qolganlar. Kimniki Alloh yo'ldan ozdirsa, siz unga biron yo'l topib bera olmassiz. Niso surasi. Mo'min odamning pozitsiyasi aniq. Ona kafega bormaydi. Nimaga? U yerda aroq sotiladi. Ikkilanmaydi u. Borsammi, bormasammi demaydi. U aniq pozitsiyasi, mavqifi bor. Ammo munofiq bo'lsa nima qilar ekan? O'zini musulmon deb biladi, ammo oilasini qarasangiz, islomda asari bo'lmaydi. Bunaqa munofiq odamlar er-xotin aralashib, er-xotin qo'ltiqlashib, har qanaqa majlisga kirib ketaveradi. Agar chinakam musulmon deb bo'lsa, bunaqa joylar musulmonlar o'tiradigan joy emasligini bilishligi kerak. Demak, 5-alomati munofiqlar bir joyda qaror topa olmaydi. Ikkala tarafga ham o'ynayveradi. Munofiqlarning sifatlaridan 6-si musulmonlarga yomonlik yetishiga ko'z tikib turadi. O'zini musulmon deb biladi, lekin musulmonlarga zarar yetsa, shuni ko'rib quvonadi. Yaxshilik yetsa musulmonlarga, biz birodarmiz, sizlar bilan birgamiz, mo'minmiz, biz sizlarga yordamchi bo'ldik deb qasam ichishadi. Ammo vaziyat musulmonlarning zarariga yurib qoladigan bo'lsa, ana shu musulmonlarga zarar yetkazayotganlar tomonga qarab, biz sizlar bilanmiz, biz sizlarga do'stmiz deydi. Astagfirullah. Allazina yatarabbasuna bikum fa in kana lakum fathun minalloh qalu alam nakun ma'akum. Ular deydi Alloh taolo, ya'ni munofiqlar, sizlarga ko'z tikib turadilar. Agar sizlarga Alloh tomonidan fathu zafar bo'lsa, biz ham sizlar bilan bir dindamizku deydilar. Va in kana lil kafirina nasibun qalu alam nastahwiz alaykum va namna'akum minal mu'minin deyshadi. Agar g'alaba kofirlarga nasib bo'lsa, biz sizlardan ustun bo'lgan va sizlarni mu'minlardan himoya qilgan emasmidik deyshadi. Hozir aytyapmiz-ku, shamol qaysi tomonga esadigan bo'lsa, o'sha tomonga og'averadi. O'zini prinsipi bo'lmaydi bunaqa odamning. Alloh taolo nima deydi? Fallohu yahkumu baynakum yawmal qiyama va lan yaj'alallohu lil kafirina alal mu'minina sabila.
Endi qiyomat kunida Alloh o'rtalaringda hakamlik qilur va Alloh hargiz kofirlar uchun mu'minlar ustiga yo'l bermagan. Doim munofiqlar kuchlilar tarafida turadi, doim g'oliblar tarafida turib oladi. Mana shu munofiq Qur'onda zikr qilingan ana shu munofiqlarning alomatlari haqida o'qiyotgan edik. 7-belgisi. Munofiqlarning sifatlaridan 7-si ikkiyuzlamachilik. Ya'ni bir qavmning oldiga borsa, bir xil yuz bilan boradi, ikkinchi qavmning oldiga borsa, boshqacha yuz bilan boradi. Taqvodorlar orasida bo'lsa, o'zini dindor taqvodor qilib ko'rsatadi, gunoh ma'siyatga botganlar orasiga kirsa, shularning bittasi bo'lib qoladi. Munofiqning so'zi yoqimli mayin bo'ladi. O'zini so'ziga Allohni guvoh qilib gapiradi. Qasam ichadi, sizni yaxshi ko'rishimni Alloh biladi deydi. Jannati ukam deydi. Jannati birodarim deydi. Siz unga o'zingiz to'g'ri odam bo'lganligingiz uchun to'g'ri deb ishonaverasiz. Keyin qilayotgan qilig'larga qaraydigan bo'lsangiz, umuman boshqa narsani ko'rasiz. Shuning uchun yaxshilab bilib olaylik, birodarlar. Bir odamni gapirgan gapi bilan qilayotgan ishi qarama-qarshi bo'lsa, u odam qaysi tomonda odami bo'ladi? Gapirgan so'zini odamimi yoki qilayotgan ishini odamimi? Shuning uchun biz qilayotgan ishiga qaraymiz. Garchi bizga unaqa qasam ichib birodarman, do'stman, yaxshi ko'raman demasa ham, lekin qilayotgan ishlari sizga do'stona ekanligini ko'radigan bo'lsangiz, biz uni do'st deb bilaveramiz. Garchi muloyim gapirmasa ham. Alloh taolo aytadi, astagfirullah: "Va minan nasi man yu'jibuka qawluhu fil hayatid dunya va yushhidulloha ala ma fi qalbihi va huwa aladdul xisom." Ey Muhammad alayhisalom, odamlar orasida shunday kimsalar borki, uning gapirgan gapi hayotda, dunyoda sizga qiziq tuyuladi. Va o'zi islomga ashaddiy husumatchi bo'lgan holida dilidagi, qo'shtirnoq ichidagi iymoniga Allohni guvoh keltiradi. Ya'ni musulmonlarga ashaddiy dushman, qalbi shunaqa. Lekin so'zi asaldan ham shirin bo'ladi. Mana shu munofiqning sifatlaridan bo'ladi. Bu munofiq shu darajada qalbi fasodga uchraganki, o'zini yolg'oniga o'zi ham ishonadigan bo'lib ketgan. Mo'min unaqa bo'lmaydi, birodarlar. Tilidagi qalbida bo'ladi. Qalbidagi qilayotgan ishlarida ko'rinadi. Uni oshkorasi ham bir xil, maxfiysi ham bir xil bo'ladi. Shuning uchun musulmon birodarlarimizga nasihat, birodarlar, odamlar ko'rgan paytda masjidda o'qiyotgan namozimizni uyda ham o'qiylik. Ma'qulmi? Ko'chada ko'tarib aytib yurgan tasbihimizni uyda ham aytib yuraylik. Ko'chadagi ochiq yuzliligimiz, shirin so'zliligimiz uyga kirganda ham bo'lsin. Uyga kirganda boshqacha bo'lib qolmaylik. Musulmonlar orasida, odamlar orasida turganda qanday o'zingizni tutsangiz, taqvoli, ko'zingizni tiygan, tilingizni tiygan, uyga kirganda ham yolg'iz qolganda shunday bo'ling. Chunki siz Allohni kuzatuv ostida ekanligingizni unutmang. Kim uchun qilyapsiz bu ishlarni? Alloh uchunmi? Uyda ham bir xil bo'ling. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytadilar: "Man lam yakun lahu wara'un yasudduhu an ma'siyatillahi idha khala, lam ya'ba Allohu bi shay'in min amalihi." Agar bir odam yolg'iz qolganda, dedilar Rasululloh, uni ma'siyatdan to'sadigan taqvosi bo'lmasa, yolg'iz qolganda ham gunohdan to'xtatadigan taqvosi bo'lish kerak odamni. Agar shunday bo'lmaydigan bo'lsa, Alloh taolo bu bandani amallariga parvo qilmaydi. Ko'chada qilayotgan taqvoingiz uyda ham bo'lishligi kerak. Shunda bu taqvo deyiladi. Aks holda Alloh taolo bu amalga nazar solmaydi. Yana payg'ambarimiz aytadilar: "Rak'atan min wara'in khayrun min alfi rakatin min mukhallatin." Gunohlar bilan aralashgan holda o'qilgan 1000 rakat namozdan ko'ra taqvo bilan o'qilgan 2 rakat namoz afzal. 8-sifati. Yerda fasod tarqatish. Munofiqlarning sifatlaridan yana bittasi yer yuzida fasod tarqatadi. Vaholanki o'zini muslihlardan, isloh qiluvchilardan deb biladi. Astagfirullah. Va idza tawalla sa'a fil ardi liyufsida fiha va yuhlikal hartha wan nasl vallohu la yuhibbul fasad. Oldingizdan ketganda esa yerda buzg'unchilik,
ekin va nasllarni halok qilish uchun yugurib yelib yuradi. Alloh esa buzg'unchilik, fasodni sevmas. Munofiq odam oilalarning buzilishiga sabab bo'ladi. Munofiq odam ulfatlarning o'rtasiga sovuqchilik tushishiga sabab bo'ladi. Munofiq odam savdoda, tijoratda billa sherik bo'lganlarning o'rtasining buzilishiga sabab bo'ladi. Opa keladi singlisiga kelgan. Ering nima sovg'a qildi? Hayitga deydi. Nima olib berdi deydi. Mana olib bersin, shuni olib berdimi? Qara-ya, palonchiga mana olib beribdi eri deydi. Bo'ldi, qarabsizki, berigi xotin nima qiladi? Eri kelganda ming'illaydi. Buzilishga sababmi? Buzilishga sabab. Yoki bo'lmasam, o'sha tijoratda sherik bo'lib ishlayotgan ikkita musulmonning bittasiga boradi-da, o'rtalar daromad qana qilib bo'lasizlar. Senga nima deya olmaydi-da bu yerdagilar. Senga nima foydasi bor buni bilishlikda? Biz o'zimiz ochamiz, enakin kirib keladi bunaqalar. Oradagi foydani qana qilib bo'lasizlar. 70 ga 30 mi? Siz 30% ni olasizmi? Qarang-ya, o'zi asosiy ishni o'zi siz qilar ekansiz. Do'konda kechgacha siz turar ekansiz, issiq demak, sovuq demak, odamlar har xil asablaringizni o'ldiradiganlar keladi. Qarang-ya, 70 ga 30 mi? Bo'lmabdi bu deydi. Desa nariga odam nima qiladi? Sherigi bilan yoqalashishga o'tadi. Shunaqa odam kelsa, garchi u sizga shirin gapira, mana aytdik-ku, so'zi asaldan shirin bo'ladi. Sizga men birodar nasihat go'yman, sizni yaxshi ko'raman Alloh uchun, men sizni foydangizga aytyapman deb keladi-da, sekin ichingizga kirib turib fasod yoyib qo'yadi. Menga mehribonlik qilmay qo'ying. Endi pulda hammasi sherigingizniki bo'lgandan keyin 70% oladi-da. U yerga qaramaysizmi? Siz kuysiz mehnatingizga kuydingiz, bo'ldi. U o'rtaga qo'ygan sarmoyasiga kuyadi. Bu yerni gapirmaysiz. Munofiqning ishi demak odamlarning orasini buzib yurishlik. Siz oldingizdan ketgandan keyin esa Muhammad alayhisalom yer yuzida ular buzg'unchilik tarqatishadi. Munofiqlarning sifatlaridan 9-inchisi. Alloh va rasulining hukmidan to'sish. Munofiq odamga shariatning so'zi og'ir bo'ladi. Qur'onning hukmi qiyin bo'ladi amal qilish. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning so'ziga qalbi moyil bo'lmaydi. O'rtada bir muammo bo'lib qolsa, shariat bo'yicha hal qilaylik desangiz, qochadi. Shariatda yechimiga rozi bo'lmaydi. Bizda ham shu sifat bor bo'lib qolishi mumkin. O'rtada birov bilan muammo bo'lib qolganida savdoda. Bunday surishtirsangiz, shariy hukm bo'lsa, sizni zararingizga hukm qiladiganiga o'xshab turibdi. Agar shariatga borsangiz, zarar bo'lishligini hidi kelib qoldi. Endi nima qilasiz? Erkakcha hal qilaylik. Keling bo'lsa palonchi akani oldiga boramiz. Munofiqlikning bir belgisi shu. Munofiq odamga shariatning hukmlari og'ir keladi. Lekin shunaqa o'g'il bolalarni ham eshitganmiz. Domla shariat bo'yicha hal qilamiz. Kimi foydasi, zarari bo'lsa muhim emas. Shariat bo'yicha hal qilaylik. Mayli agar men zarar ko'rsam, zarar ko'raylik. Shunaqa o'g'il bolalar ham bor. Mana nifoq yo'q shu odamning qalbida. Chunki zarar ko'rsa ham shariat aytganini qilyaptimi? O'ziga foyda ekanligini tushunyapti. Astagfirullah. Va idza qila lahum ta'alu ila ma anzalallohu va ila ar-rasul ra'aytal munafiqina yasudduna anka sududa. Qachon ularga Alloh nozil qilgan kitobga va payg'ambar o'gitlariga kelinglar deyilsa, shariat bo'yicha yashaylik deyilsa, u munofiqlarning sizdan qattiq yuz o'girganlarini ko'rasiz. Qo'limizda Allohning kitobi turibdi, Nabiy sallallohu alayhi vasallamning sunnati turibdi, shariat turibdi. Munofiq odam bu narsaga ko'nmaydi. O'zini ra'yiga suyanadi. Kimi gapini olsa oladi, lekin shariatda gapini olmaydi. Munofiqlarning sifatlaridan 10-inchisi. Munofiqning sifatlaridan yana bittasi ko'p qasam ichadi. Qasamni ko'p ichadi. Zarurat bormi, yo'qmi? Nima uchun qasam ichadi desa, qalbidagi kasalni borligidan. Uni birov yolg'onga chiqarmadi. Qasam ichishini talab qilmadi, qasam ichaveradi. Nima uchun? Odamlar menga ishonmaydi deb o'ylaydi. Astagfirullah. Ittakhadu aymanahum junnatan fasaddu an sabilillah falahum azabun muhin.
Ular o'zlarining yolg'on qasamlarini qalqon qilib olishib, odamlarni Allohning yo'lidan to'sdilar. Bas ular uchun xor qiluvchi azob bordir. Ularning so'zlarga bo'lgan ishonchsizliklarini qasam bilan to'smoqchi bo'lishadi. Bu oyatni siz bilan bizga bergan xabari. Kella bir yengil takrorlab chiqamiz. Munofiqlarning qaysi alomatlarini ko'rdik? Qasamni ko'p ichadi, Allohning yo'lidan to'sadi, yer yuzida fasod tarqatadi, odamlarning o'rtasini buzadi. Qalbi maraz bo'lgan holida so'zlari asaldan ham shirin. Musulmonlarga bir yomonlik yetishiga ko'z tutib turadi. Bir tomonda tura olmaslik, riyokorlik, ikkiyuzlamachilik, namozga yalqovlik. Munofiqlarning sifatlaridan keyingisi 11-sifati ortiga qaytishlik. Munofiq odam kimga o'xshaydi? Bir odamga o'xshaydiki, bu odam safarga chiqdi, 1 kun, 2 kun, 3 kun yurdi, ozgina qiyinchilik, mashaqqat bo'lgandan keyin shart safarni to'xtatib orqaga qaytib olgan odamga o'xshaydi. Astagfirullah. Zalika bi annahum amanu thumma kafaru fatubi'a ala qulubihim fahum la yafqahun. Bunga sabab ularning tillarida iymon keltirib, so'ngra dillarida kofir bo'lganlaridir. Bas ularning dillari muhrlab qo'yildi. Endi ular iymonning haqiqatini anglay olmaslar. Iymonga keldi bir odam. Iymonning talablarini bildi. Chegaralar, taklifotlar, farz vojiblar, haromlar, ilm majlisi, ko'zni tiyish, ona mumkin, mana mumkin emas. Qarasa ko'payib ketdi. Nafsiga yoqmay qoldi. Allohga ahd berib, kalima keltirgandan keyin iymonni o'ziga yuk deb tushundi. Dinni o'ziga yuk deb tushundi, shuning uchun ortiga qaytib ketdi. Mo'minlardan ajrab oldi. Astagfirullah. Zalika bi annahum amanu thumma kafaru. Bunga sabab nima bo'ldi? Tilida iymon keltirdi-yu, dilida kofir bo'lganligi. Ilm majlisiga 1 yil qatnab yuradi. Ancha narsani eshitadi, o'rganadi, lekin havoy nafsiga, shahvatiga teskari kelib qolganligi uchun o'rgangan narsasi chiqib ketadi. Yomon ulfatlar majlisiga, fisq fujur yig'inlariga qaytib oladi. Mana shu qaytish munofiqlarning qaytishi deyiladi. Tushunarlimi? Undan tashqarichi, xo'p, darsxonadan chiqib ketdi, kelmay qo'ydimi? Yaxshi bo'ldi. Yaxshi bo'ldi. Chunki uni sodiq iymonida sodiq mo'min deb ishonib, unga suyanib, bir narsani topshirib, unga ishonib turgan paytingizda shart nima qilib qo'yadi? Pand berib qo'yadi. Nabiy sallallohu alayhi vasallam Tabuk g'azotiga chiqqanlarida 30 ming askar chiqqan. Shunda Rasululloh Madinadan chiqib ketganlarida kim yo'q desa, falonchi yo'q. Dunyosi aldab olib qoldi. Ha anaqa odam edi, manaqa odam edi deb turib, musulmonlar malomat qilishdi. Shunda Rasululloh aytdilar, unday demanglar. Agar ularda Madinada payg'ambarimiz bilan chiqmasdan qolib qolganlarda yaxshilik bo'lsa, Alloh ularni biz oldimizga olib keladi. Agar unday bo'lmasa, qutulibsizlar. Chunki biz oramizda bo'lib turib, bizga pand berib qo'ygandan ko'ra, yo'q bo'lsa, ishonmaymiz u odamda borligiga. Shuning uchun bu oyatda ekanimizda darsxonada yurib turib kelmay qo'ydimi? Demak, shu yaxshi ekan biz uchun. Munofiqlarning sifatlaridan 12-si. Bu munofiqlarning tashqi ko'rinishiga qarab turib, haybatlanasan, xursand bo'lasan, ammo qalbi maraz bo'ladi. Munofiq odamni ko'rinishi chiroyli bo'lishi mumkin. Qomati kelishgan, qarasang ko'zni to'ldiradi, gapirsa shirin gapiradi, odamlarni o'ziga rom qiladi, aql hushi o'rnida. Xullas, tashqi ko'rinishini ko'rib turib rozi bo'lasan. Alloh taolo nima deydi bular haqida? Astagfirullah. Va idza ra'aytahum tu'jibuka ajsamuhum. Qachon siz ularga qarasangiz, ularning jismlarini, ya'ni haybatini ko'rib turib hayratga qolasiz. Va in yaqulu tasma' li qawlihim. Unaqalar so'zlaganda so'zlari ohangdor, fasohatli bo'lganligi uchun diqqat berib quloq solasiz. Ki annahum hushubun musannada.
Lekin ular dillarida iymon yo'q bo'lganligi sababli go'yo devorga yo'lab qo'yilgan chirik yog'ochga o'xshaydi. Yahsabuna kulla sayhatan alayhim. Mana munofiqlarni sifatlab beryapti Alloh. Ular qo'rqoqligi sababli har bitta baqir chaqiriqni bizni ustimizga kelyapti deb, ustiga tushayotgan balo deb gumon qilishadi. Endi Alloh aytayapti, humul adu. Mana shular dushman. Faqdarhum. Ulardan ehtiyot bo'ling. Ularni Alloh la'natlagay, qanday adashmoqdalar-a? Munofiqun surasi. Xullas, munofiqni ko'rsangiz, qoyil qolasiz. Shakli shamoiliga, gapirgan gapiga, yurish turishiga, so'zini ohangiga. Lol qoldiradi tashqi ko'rinishi. Soqolni uzun qilib qo'ygan bo'lishi mumkin. Do'ppini chiroyli qilib kiygan bo'lishi mumkin. Tasbih o'girib yurishi mumkin. 5 mahal namozga qatnashishi mumkin. Namozda birinchi safda turishi mumkin. Ko'chalarda odamlarga va'z, nasihat qilishi ham mumkin. Ammo qalbi habis bo'ladi. Shahvoniy bo'ladi. Odamlar ko'rmaydigan joyda man qilingan ishlarni qilib qo'yaveradi. O'ng qo'li deydi, hoji aka bo'lib turib deydi. Soqol qo'yib turib, nima bo'pti hoji aka bo'lsa? Birodarlar, soqol Abu Jahlda ham bo'lgan. Abu Jahlda salla ham bo'lgan. Uzun kiygan. Nima? Shu bilan bir binasi bo'lib qoldimi? Mo'min banda bunaqa bo'lmaydi, birodarlar. Uni zohiri ham, botini ham bir xil bo'ladi. Gapirayotgan gapi qilayotgan ishiga teskari kelmaydi. Mo'min odam bunaqalarga aldanib qolmasligi kerak, farosatli bo'lish kerak. Birodarlar, Ali ibn Abi Talibda zo'r gapi bor ekan. Nahnu na'rifur rijala bil haqq. Biz kishilarni haq orqali tanib olamiz. Biz erkaklarni, kishilarni haq orqali tanib olamiz. Wala na'riful haqqo bir rijal. Haqni kishilar orqali tanimaymiz. Tushunarlimi? Palonchi akalar qilyapti demay bo'laverar ekan, haq shu ekan emas. Haqni bilamiz, shu haqqa to'g'ri kelgan erkaklarni haq deymiz. Endi uning uchun erifil haqqo ta'rif ahlahu degan so'z bor. Avval haqni tanib ol nimaligini, keyin haq egalari kimligini bilasan. Musulmon kishining o'lchovi o'ta nozik bo'ladi. Shariatga xilof ravishda yurgan odam musulmonning ko'zida qadrsiz bo'ladi. Bunaqa odamlar musulmonlarning nazaridan tushib qoladi. Ammo insonlarning ma'siyati, xatosi, Alloh va Rasulidan uzoqligiga qaramasdan, faqatgina shakl shamoilga qarab, qaddi qomatiga qarab, kiyinishi, gapirishi, so'zini yumshoqligiga qarab baho beradigan odamlar bu sodda odamlar ekan, go'l odamlar ekan. Musulmon odam bunaqa bo'lmaydi. Musulmon odam farosatli bo'ladi. Va huvallazi yursilu riyaha bushran bayna yaday rahmati. Hatta idza aqallat sahaban thiqalan suqnahu li baladin mayyit fa anzalna bihi al-ma'a fa akhrajna bihi min kulli thamarat kazalika yukhrijul mauta la'allakum tadhakkarun. U Alloh shunday zotki, o'z rahmatining oldidan xushxabar qilib shamollarni yuborur. Allohning rahmati bu yomg'ir. Yomg'irdan avval shamol keladi. Qachoniki ular vasmin bulutlarni ko'tarib kelgach, biz uni bulutni chanqoq, o'lik shaharga yog'dirurmiz. Bas unga suv yomg'ir yog'dirib, uning yordamida har turli mevalarni chiqarurmiz. Alloh taolo o'lik shaharning ustiga yomg'irni yog'dirib, shu yomg'ir sabablik xilma-xil ko'katlarni, mevalarni chiqarishini aytayapti. Alloh azza va jalla biror narsani xohlasa, biroz sababni qilishi shart emas. Innalloha ala kulli shayin qodir. Alloh har narsaga qodir. Yosin surasida Alloh taolo aytgandek, innama amruhu iza arada shay'an an yaqula lahu kun fayakun. Alloh taolo bir narsani xohlasa, shu narsaga bo'l deydi, bo'ladi. Hech qanday sababni keragi yo'q. Lekin Alloh bu oyatda o'lik shaharni suv yordamida, suv sababli tiriltiramiz deyapti. Ya'ni bandalari ta'lim olsin. Maqsadiga yetishlari uchun o'zlariga lozim bo'lgan sabablarni qilishsin. Demak, bug'doyni yoki ko'katni chiqishiga yomg'ir sabab bo'lyapti. Yomg'irni paydo bo'lishiga birodarlar dengiz kerak,
harorat kerak, quyosh kerak, osmonga ko'tarilishlik kerak, bu suvni bug'i to'planish kerak. Xullas, ancha narsalar biri ikkinchisiga sabab bo'ladi-da, bir narsa paydo bo'ladi. Agar Alloh taolo bug'doyni paydo qilishini xohlasa, bu sabablarga muhtoj emas. Hozir aytdik-ku. Bo'l desa bug'doy bo'ladi. Lekin Alloh taolo nimani xohladi? Sabablar bilan bo'lishligini. Bu inson har bitta ishni qilish uchun sababini qilish kerak. Masalan, masalan, bir ishlam non yeyishligi uchun nima qiladi? Bug'doyni ekadi, yomg'irni kutadi, o'sishini kutadi, o'radi, tegirmonga boradi, un qiladi, tandirga yopadi. Shuncha sabab qilgandan keyin non yeydi. Alloh taologa bu narsalarda keragi yo'q sabablarni. Endi bitta oyatda fa anzalna bihil ma'a. Ana shu bulutdan yomg'irni tushirdi. Shu yomg'ir sabablik o'li yerni tiriltirdi dedi. Demak, Alloh taolo sabab bilan qildi bir ishni. Yosin surasida bo'lsa, Alloh taolo hech qanday sabab kerak emas, bo'l desa bo'ldi degan ma'no bo'lyapti. Qana qilib bir-biriga bog'laymiz mana shu ikkita ma'noni. Bu oyatlardagi ba harfi sababiya harfi deyiladi. Yerni tirilishi yomg'ir sababli bo'ladi. Daraxtlarning ko'katlarning unishligi suv sababli bo'ladi. Bulardagi aytilingan va harfi sababiyat ma'nosini bildiradi. Endi nimani bildiradi bu? Sabab bilan, sabab bilan, sabab bilan. Mana shu sabablarni bo'lishligi Alloh taolo bu koinot ustiga qo'ygan qonuni bo'ladi. Ona onasi uchun mana onasi sabab, mana uchun ona onasi sabab. Bu qonunlar. Bir odam tug'ilishligi uchun palonchi uylanish kerak. Bu odamning tug'ilishiga sabab. Hosil bo'lishligi uchun dehqon bug'doyni yerga qadash kerak, bunga sabab. Birodarlar, har bitta narsaning sababi bo'ladi. Siz bilan bizni ummat sifatida yuksalishimizning ham sabablari bor. Bu ummatning avvali nimalarni mahkam ushlab, nimalarni qoyim qilgan bo'lsa, shuni qilamiz, yuksalamiz. Birodarlar, hatto Iso alayhisalomning onasi Maryam binti Imron homilador holatida qurigan xurmo daraxtini tanasiga suyanib o'tirar ekan, Alloh taolo aytdi: "Va xuddi ilayki bijid'in nahlati tusaqit alayki rutaban janiyya." Mana shu qurib qolgan xurmoni shoxini silkitgin, senga undan yangi, ya'ni xurmoni yangi mevalari tushadi. Alloh taolo qodir emasmidi Iso alayhisalomning onasiga shundaylar bir muhayyo qilib qo'yishlikka bu xurmoni? Qodir edi. Lekin shu yerdan ta'lim beryaptiki, silkit deyapti. Undan tashqari bir homilador ayolni xurmoni silkitishgani qancha quvvati bor? Yana qurigan daraxt u. Qurigan daraxtni silkit deyapti. Ya'ni sababini qil deyapti. Shuning uchun birodarlar, olma pish, og'zimga tush deyish bu musulmon odamga yarashmaydi. Insonni maqsadiga olib boradigan 100% ishlaydigan sabab bo'lmaydi. Inson qilishi mumkin bo'lgan sabablarning hech qaysisi 100% natija bermaydi. 100% natijani kim beradi? Nima beradi? Allohning xohishi beradi. Pishoq kesmaydi, o't kuydirmaydi, suv cho'ktirmaydi. Bular bor yo'g'i sabab. Birodarlar, aniq bilib olaylikki, agar biz yuksalishimiz uchun qilishimiz kerak bo'lgan sabablarni beparvo tashab qo'ysak, suvni oqishiga qarab qo'yib qo'yadigan bo'lsak, bu Alloh taoloning qo'ygan koinot ustidagi qonunlarga e'tiborsiz bo'ladigan bo'lsak, albatta bu ishimiz uchun Alloh tomonidan bizga odob beriladi. Astagfirullah. Fa athabahumullohu bima qalu jannatin tajri min tahtiha al-anhar xolidina fiha va zalika jazaa'ul muhsinin. Bir insonni jannatga kirishligiga uni so'zlari va amallari sabab bo'ladi. Bir odamni do'zaxga kirishligiga uning so'zlari va amallari sabab bo'ladi. Ular sabab. Agar Alloh xohlasa, yana jannatga kirasiz. Sababingiz ham hech narsa bo'lmay qolishi mumkin. Alloh taolo aytadi: "Bas shu gaplari sababli Alloh ularni ostidan daryolar oqib turadigan, ular abadiy yashaydigan jannatlar bilan mukofotlaydi." Demak, nimasi sababli? Aytgan so'zlari sababli. Boshqa oyatda: "Zalika jazaynahum bima kafaru fa hal nujazi illa al-kafur."
kofir bo'lganlari sababli ularni mana shu jazo bilan jazoladik. Kofir bo'lganligi sababli. Uni ham sababi bor, buni ham sababi bor. Birodarlar, biz mana shu koinot ustiga qo'yilgan qonunlarni bilsak, Alloh bilan muomala qilishimiz oson bo'ladi. Ana shu qoidalarga rioya qilsak, amal qilsak, hayotimiz osuda bo'ladi, hayotimiz saodatli bo'ladi. Ko'zlagan maqsadimizga osonlik bilan yetamiz. Buni bir misol bilan tushuntiramiz. Katta bir zavodni direktori aytayapti ishchilariga. Mana bu qonunlar, tartiblar yangi, tartib yangi qonun. Kim mana shu qoidalarni, qonunlarni yil davomida bir marta buzmasa mukofot bor. Yil davomida bir marta kech qolmasa ishga, unga alohida mukofot bor. Yil davomida ishchilar o'zini normasini kamaytirmasdan bajarsa, unga ham alohida mukofot bor. Mana qoida aytildi. Endi bu direktor bilan, xo'jayin bilan qilinadigan muomala juda oson. Nima qilsangiz u sizdan rozi bo'ladi, nima qilsangiz norozi bo'ladi. Nima qilsangiz mukofot olasiz, nima qilsangiz jazo olasiz. Qonun bor. Qonunni bilsangiz, ishingiz tekis ketgandek, zavodda bu koinotga qo'yilgan Allohning qonunlarini bilsangiz va unga amal qilsangiz, Alloh bilan bo'ladigan muomalangiz ham birodarlar tekis bo'ladi. Bu yerda qarindosh, jiyani, urug'i degan gaplar bo'lmaydi. Ish zavoddagi ishchilarda hammasini shansi bir xil bo'ladi. Nima sababli? Qonun qoida sababli. Agar shu qonun qoida bo'lmasa zavodda, direktor nima qiladi? O'ziga qarashli odamlarni siylaydi, o'ziga qarashli bo'lmaganlarni nima qiladi? Chekiga suraveradi. Lekin Alloh bilan muomala qilishing oson. Nima uchun? Qonun bor, shariat bor, din bor. Mana shu shariat degan qonun bilan, din degan qonun bilan yashasangiz, Alloh bilan muomalangiz tekis bo'ladi. Mana shu dunyo maydonida, dunyo ishlarida peshqadam bo'lishlikka joriy qilib qo'yilgan sabablar bor. Shu sababni kim qilsa, Alloh shuni ko'taraveradi dunyo maydonida. Musulmon kofirligiga qaramaydi. Yana qaytarib aytaman. Dunyo ishlarida, dunyo maydonida yuksalish uchun qo'yilgan sabablar bor. Alloh taoloning qo'ygan sabablari. Kim shu sababni zo'r qilsa, Alloh shuni ko'taraveradi dunyo maydonida. U musulmonmi, kofirmi muhim emas. Tushunarli bo'ldimi? Mana IT sohasini olsangiz, mana 21-asrda eng peshqadam hunarlaridan hindlar birinchi o'rinda ekan. Nima uchun? Axir ular mushrik-ku. O molga sig'inadi. Nima uchun? Hozirgi biz aytgan qonunga rioya qildi-da. Texnologiya bo'ladimi, sport bo'ladimi, ilm-fan bo'ladimi? Agar qaysi millat, qaysi xalq vakillari shu sohada sabablarni zo'r qilsa, Alloh o'shalarga beraverar ekan. Garchi ular musulmon bo'lmasa ham. Nabiy sallallohu alayhi vasallamning hayoti siz bilan bizga ibrat. Mana u zot sallallohu alayhi vasallam Makkadan Madinaga hijrat qilganlarida 10 ga yaqin sabab qildilar. Xabarni maxfiy qildilar. Abu Bakr Siddiqning uyiga xabarni aytgani borganlarida kun issiq paytida chiqdilar, chunki kun issig'ida Makkada ham uyda o'tirar edi. Yuzini to'sib oldilar. Abu Bakrning uyiga kirib turib, qizlarni chiqaring, eshitib qolmasin dedilar. Hijrat qilinadigan paytda Rasululloh sallallohu alayhi vasallam tuyasini minib Madina tomonga qarab, shimolga qarab yurmasdan janubga yurdilar. Bu ham bitta sababi edi. Chunki Quraysh istasa shu yoqdan istaydi-da, shimol tomonidan. G'orga chiqib o'tirdilar, lekin bularning bittasi ham foyda qilmadi. Chunki Qurayshning isqivorlari 100 ta tuya mukofotida har tomonga yurishdida Rasulullohni yashirinib o'tirgan Savr g'origa ham chiqishdi. Topib kelishdi. Har qancha qo'ydi haydab Rasululloh mingan tuyani izini yopishga harakat qilmasin, baribir topib chiqishdi. Abu Bakr Siddiq roziyallohu anhu bilan payg'ambarimiz g'orda o'tirar ekanlar, ular g'orda og'ziga kelishdi. Abu Bakr Siddiq ularni oyoqlarini ko'rib turdi va yig'ladi. Nimaga yig'layapsiz Abu Bakr? Ya Rasululloh, hozir engishib oyoqim tagiga qarasa, ko'rib qolishar edi. Shunda Rasululloh Robbisiga tavakkulni eng zo'rini qilgan, Robbisini qo'llashiga iymoni komil bo'lgan zot
Ma zannuka ya Abu Bakr bi ithnayn Allohu salisuhuma dedilar. Ey Abu Bakr, uchinchi sherigi Alloh bo'lgan ikkita odam haqida nima deysiz? Qanday gumondasiz? Biz ikkitamiz o'tiribmiz, uchinchi sherigimiz Alloh deyapti. Qarangda, aytdi-ku, sizni dunyoda ko'zlagan maqsadingizga olib boradigan 100% sizni yutuqqa erishtiradigan sabab yo'q, siz qiladigan. Sizni qilgan sababingiz 100% natija bermaydi. 100% natijani Allohning xohishi beradi. Lekin siz sababini qilishga ma'mursiz. Mana Rasululloh 10 ga yaqin sababni qilsalar ham baribir foyda qilmadi, o'shaga istab kelishdi. Endi Rasululloh g'orda o'tiribdilar, mushriklar gaplashib turishibdi. Rasululloh bilan Abu Bakr Siddiqni qiladigan bitta ish sababi qoldi. Bitta sabab qoldi. Nima edi u? Jim o'tirishdi. Oxirgi sababni ham qilishdi, Alloh najot berdi. Mushriklar g'orga kirmadi ham, engishib qaramadi ham, tushib ketishdi. Keyin Rasululloh sollallohu alayhi vasallam Madinaga hijrat qilib borib oldilar. Demak, birodarlar, yana qaytarib aytaman. Biz maqsadimizga yetish uchun qiladigan sabablarimiz ichida 100% rezultat beradigan sabab bo'lmaydi. 100% rezultat Allohning xohishi. Asarlarda keltiriladi: "Man akala turoba faqat aana ala qatl nafsihi." Kim tuproqni yesa, o'zini qatliga ko'mak beribdi. Qo'lingizdagi olmani yuvmasdan yeyishingiz ham mumkin, yuvib yeyishingiz ham mumkin. Yuvma yesangiz kasal bo'lish ehtimoli bor. Yuvsangiz shu ehtimol kamayadi. Demak, yuvib yeymiz. Man akala fakihatan duna yaghsilaha faqat aana ala qatl nafsihi. Yana asarlarda keltiriladi: kim mevani yuvmasdan yesa, tahqiq o'zini qatliga yordam beribdi. Haqiqiy mutawakkil banda sabablarni qiladi, lekin ularga suyanmaydi, ularga ishonmaydi. Ulardan umid qilmaydi. Umidni kimdan qiladi? Allohdan qiladi. Mana shu yerda bir misol aytamiz, voqea, realniy bo'lgan voqea. 2017-yilgi yozgi Olimpiada o'yinlarida 4 ga 100 estafetasi bo'lgan. Ya'ni 100 metr masofani 4 ta odam yuguradi. Birinchi odam yugurib turib 100 metrga sherigiga tayoqchani beradi, u olib yana 100 metr yuguradi. 100 metrdan keyin ikkinchisi, uchinchisi oladi, to'rtinchisiga olib, xullas oxirgisi birinchi yetib kelsa nima bo'ladi? Musobaqada yutadi. Endi ana shu yozgi Olimpiadada, 2017-yil Olimpiadada ana shu estafetaga Yaponiya, Turkiya, Angliya, Amerika va Yamayka jamoalari chiqishdi. Hammasi o'zini yurtidagi eng tez yuguradigan odamlar. Ana shu Yamaykani jamoasida Usayn Bolt bor. Shuni o'zi kim ikkinchi o'rinda oladi deyishlikka sabab bo'ladi. Tushundingizmi? Ikkinchi o'rinda kim olishligi haqida gap ketadi, birinchi o'rinda yopib qo'ydi hamma. Chunki bu Usayn Bolt jismonan tuzilishi, yaralishidaqa baquvvat, baland bo'yli, juda tez yuguradi. Bir necha marta jahon rekordini yangilagan tez yugurishi bo'yicha. Hamma ikkinchi o'rinda kim olishini kutyapti. Birinchi o'rinda masalasi hal bo'lgan. Bu odamlar rashyoti. Xullas, hamma o'sha Usayn Boltni birinchi bo'lib kelishligini, Yamaykani birinchi bo'lishini kutyapti. Hamma kameralar Usayn Boltga qaralgan. Bu yoqqa kelib turib, tribunaga qo'lini shunday ko'tarsa, hammasi baqiryapti, xursand bo'lib. Qolgan yugurayotganlarga parvo ham qilmayapti, kameralar ham, muxlislar ham. Hammaning fikri, xayoli kimda? Usayn Boltda. Xullas boshlandi estafeta. Usayn Bolt oxirgi 100 metrda yuguradi, 4-chi bo'lib. Shu yerda choldi, topir-tupir yurib ketishdi. Xullas uchalasi, haligi 4 tani 3 tasi yugurdi-da, oxiri hammasi o'zini 4-chi odamiga berdi. Mana endi Usayn Bolt oladi-da, shunaqa yuguradi, uchadi, qolganlarni qoldirib yuboradi. Undan burungi 3 ta sherigi qanaqa natija bilan kelganiga muhim emas. Shuni qo'liga bersa bo'ldi. Bu nima qiladi? O'zib ketadi hammadan. Haqiqatan 3-chi odam kelib tayoqchani berdi qo'liga. Usayn Bolt oldi, razg'onni oldi-da, 10 qadam tashlagandan keyin shat poyi tortib qoldi-yu. Endi haligi ikkinchi kelish kerak bo'lgandan baxtiga ishonmayapti. 10 qadam tashladi,
shunday oqsada to'xtab qoldi, narigilar birinchi o'tib ketdi. Ana komandamizga palonchi o'yinchini olib keldik. Endi to'shni nima qilamiz? Bekallarni 5 tasini aytibsiz. Ana palonchini varatamizga qo'ydik. Endi to'shni nima qilamiz? Yutamiz. Bekallarni 5 tasini aytibsiz. Nima demoqchiman bu bilan birodarlar? İnsanlar ko'zlagan maqsadlarini 100% ularga olib kelib beradigan 100% natija bo'lmaydi. İnsonni qilgan sabab xolos. Natijani kim beradi? Hattoki 30 yil, 40 yil mashina bozorida savdo qilib yurgan, mashinani 2 chiqirgacha bilgan odam bir kun keladida ulangan mashinani olib qoladi kuzupi. Kuzupi ulangan mashina. Qanaqa qilib ko'rmading desa, kim bilsin, og'ayni qara shuna bo'lib qopti-da. Bo'lgana shu narsa bir amatda. O'zingiz ogohlantirgansiz, mana bo'ladi degansiz, xuddi o'sha xatoda o'zingiz qilgansiz. Shuning uchun hikmatda aytiladi: Innalloha idza ahabba infada amrin salaba kulli lubbin lubbahu. Agar Alloh o'zini bir xohishini amalga oshirishni xohlasa, ana shu aql egalaridan aqllarini olib qo'yadi. Qopga tushadi, muammoga kiradi, keyin aqlini qaytarib beradi. Qarab tur shu ulingan narsani olyapman deydi. Shuning uchun birodarlar, la yanfa'u hadarun min qadarin. Qadardan hazar foyda bermaydi. Taqdir qilinganmi, hazarda foydasi yo'q. Siz qilgan harakatlaringizning foydasi bo'lmaydi. Xulosa, biz ko'zlagan maqsadimizga olib boradigan sababni qilamiz, zo'r qilib qilamiz va sababni qilib bo'lgandan keyin Parvardigor hamma narsa seni qo'lingda deymiz va undan keyin nima bo'lsa rozi bo'lamiz. Va ana shu rozilik bu saodat deyiladi birodarlar. U natija sizga yoqadimi, yoqmaydimi, nima bo'ladi u? Allohning xohishi bo'ladi. Shuning uchun birodarlar, agar biz o'zimizni harom ishlardan to'xtatmasak, Allohning buyurgan farzlarni bajarmasak, sabablarni qoyim qilmasak, hargiz Alloh taoloning nusratiga, madadiga erisha olmaymiz. Har bitta inson o'zining ilmiga ishonadi, hunariga ishonadi, oshnoxonasiga ishonadi. Talib imtihonga kirib ketayotib, yaxshilab tayyorgarlik ko'rdi. Kechasi bilan uxlamadi. Bir necha kun qattiq mehnat qildi. Yaxshi baho olishiga aniq ishonadi. Yana qaytarib aytamiz, o'ziga ishonadi. Va mana shu ayni hamoqat bo'ladi. Shuning uchun birodarlar, iyyaka na'budu va iyyaka nasta'in deymiz. Sengagina ibodat qilamiz, sendangina so'raymiz. Birodarlar, suv cho'ktirmaydi. Allohning xohishi cho'ktiradi. Pichoq kesmaydi. Allohning xohishi kesadi. O't kuydirmaydi. Allohning xohishi kuydiradi. Birodarlar, biz muvahhid musulmon sifatida sabablarni qoyim qilamiz. Natijani Allohga tavakkul qilamiz va undan keyin nima bo'lsa, alhamdulillahi robbil alamin deb rozi bo'lamiz. Aqulu qawli hada va astagfirulloh li va lakum. Assalom